Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun 29-may, bahorning oxirgi kunlari. Bahor tugamoqda va bahor tugashiga qaramasdan biz qulupnaylardan hali ham terim olmoqdamiz. 29-may sanasida mana bizda yana terim, kichkina terim. Oxirgi Qurbon hayit bayramlarida biz deyarli har kun terim qildik. Juda kam, har kuni 30 kilo 35 kilo terim qildik. Biza chiroyli qulupnaylar chiqmoqda. Mana shunday chiroyli qulupnaylarni ko'chatlardan biz yetishtiramiz va tayyorlaymiz. Kimgadir kerak bo'lsa, masalan, ekmoqchi bo'lsangiz, qiziqmoqchi bo'lsangiz, xohlasangiz 10 ta, xohlasangiz 10 mingta, qiziq yo'q. Biz albatta ko'chatlardan yetkazib beramiz. Ko'chatlarimiz mana shunday kaseta tarzida bo'ladi. Mana shunaqa ildizlari baquvvat. Bu eski ko'chatimiz, oldingi ko'chatimiz. Qish oyida qilingan ko'chatlarimiz matchli. Mana shunday juda go'zal tarzda ko'chat qilamiz. Ko'chatlarimiz chista turfga qilingan, Rossiya kompaniyasining Agrobalt firmasida mana shu turfda ko'chat qilamiz. Turfda juda ko'chatni immuniteti baquvvat bo'ladi. 100% yer bilan aloqa qilib o'rnashib ketadi. Hech qanday yer bilan aralashib chiroyli yerda turganda ham keyinchalik qayta перезагрузка bo'lgan paytlari ham ildizlar 2-3 marta qayta chiqqan vaqtda ham turf yerda bo'lgani sababli ildizlar yana qayta chiroyli ildizlar chiqarishda yerda davom etadi. Mana shunday ko'chatlardan kimgadir kerak bo'lsa, bizlar ko'chatlarni qilib yetkazib va o'rgatish sistemalarini ham, hamma o'g'itlari va boshqa sir asrorlarni ham o'rgatib boramiz. Bizlar bilan bemalol nomerlarimizni qoldiramiz, bog'laninglar va daromadi zo'r ekin turgan ekishlaringizni tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shunday Agrobalt ili chiroyli, baquvvat va mana hozir ko'chatlarimiz joyida hosil quymoqda. Ko'p mana shunday ko'chatlarimiz joyida ham hosil quymoqda, ko'chatlik holatida ham.